Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana bugun biz Jizzax shahrida akamizga sammoyka apparatini 2022-yil o'rnatib bergan sammoyka apparatlarimizni mana avvalgi birinchi avlod sammoyka apparatlarimizni qo'yib bergandik. Mana bugun akamizni talablariga binoan xizmatimizga baraka topsin deb yangi avlod kodlaridan qo'yib berishimizni iltimos qildi. Akamizga mana chiroyli qilib ikkitalik ustanovka qilib berdik. Mana pultlarni ham ko'rsatishim mumkin. Akamiz baraka topganlar sababli mana yana o'zimizga murojaat qilyapti. Yana qo'shimchasiga akamizga 500 litrlik apparatni o'zimiz filtr apparatimizni ham o'rnatib berganmiz. Mana komplektatsiyani ham polностью yangilab, o'zini agregatlaridan foydalanib yangi avlod apparatni o'rnatib berdik. Mana bu yerda 5 talik apparatni o'zimiz filtri ham qo'shimcha qildilar. Mana filtrli suvga endi mashinalar yuvishadi klientlar.